Muslimaxon, Muslimaxon, kelib boshqa. Anaqa oylik oldingizmi? Oylik oladigan kuningiz shekilli oylik boshqa. Olib kirardingiz-ku. Ha, oldim o'zi. Qani pulingiz? Xonada hali bezovta qolib kirgan. Stipendiya oldingizmi? Ha, oldim. Buni ham olib kiring. Muslimaxon, oylik oldingizmi? Stipendiyalaringizni oldingizmi? Endi har oy men chaqirib olib kirib bering deyishim kerakmi? Bilib olib kirib bermaysizmi? Kam shakilli bunaqa olmasdingiz-ku. Jonim tug'ilgan kunlar kelyapti. O'shanga pul yig'ib Har gal mana shunaqa kam beryapsiz-da. Adingizni ham jahlari chiqyapti. Oyligi qani kelini deyaptilar. Har gal so'rayaptilar, oyligi qani, nega kam? Cho'g'i kam-a pulini deyaptilar. Undan keyin uyga olib bormay, ana aka ukalaringiz olib bersin. Olib kelib qo'ying joyiga. Stipendiyani ham, oyligingizni ham. Tushundingizmi? O'lamanmi, qolamanmi, tilla o'g'ilishganiga o'lamanmi? Yoshi o'tib qolgan xotinga tilla nima keragi bor ekan? O'g'illari bor-ku, olib bermaydimi? Qizini qo'liga qaramasdan. Qancha planlarim bor edi, bularga qilolmay o'tiribman hozir. Oilada biz erkaklik burchini bajarmayapmiz. Ya'ni kelinni pulini olib qo'yish. Astag'firullah. Tez kelibdi. Qora aka, meni kelinim nima shifokor. Shu oyligini yarmisini onasi kasal bo'lib qoluvdi, olib borib beryapti. Shunga noroziman. Siz nimaga norozi bo'lasiz? Siz nima haqqingiz bor? Kelinning puliga nima haqqingiz bor? Qaynota eshiting. O'g'lingiz ham haqqi yo'q unga. Xohlasa oilaga ishlatadi, xohlasa adasiga, oyisiga borib beradi, xohlasa ziraga oladi.